Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana Farg'ona viloyati Do'rmanchi bozoriga keldik. Bugun kunimiz nechinchi? Chislo ekan. 4-sentyabr 2026-chislo. Mana Do'rmanchi bozori. Bugun seshanba 2026 4-avgust. Hali bo'lyapti savdolar bozorda. 24.500.000 bo'ldi novosimiz birdan oshib. Qancha bo'ldi aka? 2.200.000 bo'ldi molimiz. Bo'g'oz o'shida bo'g'oz. Aka qancha bo'ldi qo'y? Aka qancha bo'ldi? 48 bo'lib qo'yamiz. 48. Qo'y qancha bo'ldi tog'a? 4.5. 4.5 million qo'yamiz. Qancha bo'ldi aka? 10.800.000 bo'ldi. Qo'yamiz. Mana qo'yamiz chiqila. Qancha bo'ldi aka? 5 million bo'ldi qo'yamiz. Qancha bo'ldi aka? 92. 92 bo'lib oldida ketgan. Qancha bo'ldi aka? 4.5 bo'ldi novosimiz. 4.5dan 4. Aka qancha bo'ldi mol? Qancha bo'ldi? Ne? 37.5 bo'ldi mol. Tog'a qancha bo'ldi qo'y? Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? Qo'ylar. 15.800 bo'ldi-ku. Aka qancha bo'ldi? 15.200 bo'ldi. 15.200. Aka qancha bo'ldi? 17 million. 17 million bo'ldi. Qaysi nova sotilyapti ekan? O'rtada qora mol, novosimiz. Mana shu qora novosimiz sotilyapti hozir. Dogovor ketyapti.